choy, kofelar bilan achonlashib ko'rishadigan koja shirinligini tayyorlaymiz. Qani ketdik. Saryog'ni qirg'ichdan chiqarib, un bilan urvoq qilib olamiz. Smetana, tuxum sarig'i, razrixitel solib xamir qilib olamiz. Yer yong'oqni maydalab, shakar bilan vanilin, tuxum oqini sovolamiz. Manga o'xshab sarig'ini adashib sovormang. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Tingan xamirni ikkiga bo'lib, yoyib, nachinkadan solib, yoyib olamiz. Rulet shaklida o'rab, arrali pichoqda yoki oddiy pichoqda kesib olamiz. Listga terib, tuxum sarig'idan surib, kunjut sepib, oldindan qizdirilgan duxovkada pishirib olamiz. Albatta, siz ham oila a'zolaringiz uchun tayyorlab ko'ring. Me'daga tegmaydigan juda ham mazali shirinlik bo'ladi. Like bosing, yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib oling. Dugonalaringizga ham yuborib qo'ying.